Bu tadbirimizda respublikadan, qo'shni respublikalardan, Xitoy, Turkmaniston davlatlaridan, ko'p davlatlardan investorlar, tadbirkorlar, biznesmenlar tashrif buyurib turibdi. Mahsulotlarni, ya'ni devorlarni oqartirish, qizartirish, go'kartirish, yashilatish. Hozirgi kunda viloyatimizda qurilib turgan domlar, ya'ni katta qavatli binolar ishlatilib turibdi. Eshigingizni rasmini kelsangiz, yana ishining eshik kerak menga, ishining svetda, ishining modelda eshik kerak desangiz, biza sizga aytgan svetingizda, aytgan modelingizda eshik tayyorlab berish imkoniyati bor. Assalomu alaykum. Bizni internet tarmoqlari orqali kuzatayotgan qadrli do'stlar, hurmatli podpischilar, sog'lik salomatlikda yana bir bora sizlar bilan internet tarmoqlari orqali görüşüp turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun kayfiyatimiz respublikamizdagi havo kabi a'lo. Chunki viloyatimizdagi yana bir katta tadbirni bugun sizlarga havola qilish maqsadida, yangilikni havola qilish maqsadida bugungi video rolikimizni tayyorladik. Bugun Xorazm viloyati Xivada, Ardaxiva majmuasida 21, 22, 23 sentyabr kunlari mana afishalarda ko'rib turganlaringizning Xorazm viloyati hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkazi, ya'ni Welcome to Xorazm International Invest Forum forumi bo'lib turibdi. Mana shu sanoat yarmarkasini bugun sizlarga ko'rsatib chiqishamiz. Chunki bu katta tadbir. Bu tadbirimizda respublikadan, qo'shni respublikalardan, Xitoy, Turkmaniston davlatlaridan, ko'p davlatlardan investorlar, tadbirkorlar, biznesmenlar tashrif buyurib turibdi. Hozir Xivada Ardaxiva majmuasida bo'lib turgan sanoat forumini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va viloyatimizdagi bo'lib turgan yangiliklardan, qolaversa tadbirkorlar yangiliklardan qisqacha sizlar bilan kichkina rolik tayyorlaymiz. Demak, ekran oldidan yaxshilab o'rnashib olasizlar. Kanalimiz toza, Rise Group kanalimiz toza bo'lganligi sababli like, podpiska bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni bildirib o'tasizlar. Kanalimizni rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lar edingizlar. Demak, tayyor bo'lsangizlar, sizlar bilan birgalikda Xorazm, Xiva, Ardaxivadagi sanoat forumina ketdik. Go! Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu forumda, bu ko'rgazmada viloyatimizdagi ishlab chiqarish korxonalari, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, kompaniyalar, qolaversa zavod, fabrikalar o'zlarini tayyorlab ishlab chiqarib turgan mahsulotlarni kelgan mehmonlarimizga havola qilib ko'rsatib turibdilar. Hozir sizlar bilan mana shu bizning viloyatimizdagi ishlab chiqarish korxonalarini, MCHlarni, ya'ni sanoat forumida qatnashib turgan tadbirkorlarni ishlab chiqarib turgan mahsulotlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani, o'ngdan boshlaymiz. O'ng olsin deydi-ku. O'ng. O'ngmi? O'ng. Demak, qadrli do'stlar, ko'rgazmamizni sizlarga havola qilishda davom qilamiz va hozir biza Polisem MCH mas'uliyati cheklangan jamiyatni ishlab chiqarib turgan mahsulotlarning yoniga keldik. Bu yerda bo'yoq va bo'yoq mahsulotlari, ya'ni xonadoningizda remont vaqtida ishlatiladigan ko'plab mahsulotlarni, ya'ni devorlarni oqartirish, qizartirish, go'kartirish, yashilatish, har xil mahsulotlarni, attachento, travati mahsulotlarini, kraska mahsulotlarini shu Boysan Polisem MCH Boysan brendidan topishlarimiz mumkin. Bemalol bahosini berishlaringiz mumkin. Yaqinroqdan kelib ko'rsiting. Yaqinroqdan. Ko'rishlaringiz mumkin. Boysan brendini mahsulotlarini nafaqat O'zbekistonda, respublikani barcha viloyatlarida bu Boysan brendini mahsulotlaridan foydalanadilar. Shu fursatdan foydalanib Boysan asoschilariga, brend egalarina, xodimlarina omadlar, zafarlar tilab qolamiz va ko'rgazmamizni davom etamiz. Ena Gurlan CNC Tech MCH. Ena
mahsulotlarini ko'rib bahosini tashlashingiz mumkin. Yog'och o'ymakorligi stanoklari. Xorazm Insulation Group MCG, ya'ni Thermoplus. Bu adashmasam bazalt mahsulotlari. Bazalt mahsulotlarini nereye ishlatamiz? Bazalt mahsulotlari hozirgi kunda viloyatimizda qurilib turgan domlar, ya'ni katta qavatli binolara ishlatilib turibdi. Issiq sovuqda qishda issiqni saqlaydi, yozda buzni ham saqlaydi. Yana buni qalinligini ham ko'rishingiz mumkin. Thermoplus mahsulotlari. Hozirgi domlarni qishda issiqqina, yozda sovuq buzdek bo'lib turishidan sababchi o'sha bazalt mahsulotlari deb o'ylaymiz. Ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin bu bazalt nov narsa bu, nov chatadi bu, nov qulayligi bor degan odamlar uchun. Hozirgi ko'p qavatli qurilib turgan domlara, binolara ishlatilib turibdi bu narsa. Yana ko'rishingiz mumkin. Afishalarni ham ko'rsatib qo'ydi. Thermoplus mahsulotlari. Yana ishim bazalt, yana ko'rib turibsiz. Fasad qurilishini oldin обязательно bazalt quriladi. Chunki bazalt yana tashqi sovuqdan asraydi. İçki issiqlikni ta'minlaydi. Aytchakim, yozda uyingiz buzdek oladi, qishda issiqni oladi. Qadrli do'stlar, hurmatli podpischilar, IT Park O'zbekiston. IT Parkdan ko'rgazmada o'zini chiqishlari bor, o'zini harmonlar, kayfiyatli yaxshimi? O'zlarining chiroyli pavilyon yaratilgan IT Park xodimlarining ishlarini omadli tilaymiz. Urganch shahrining Qoq markazida eng chiroyli zdaniyada hozirgi kunda ommaviy axborot IT sohasida katta ishlar qilinib turgan zdaniya haqida, jamoa haqida shu yerda ozgina ma'lumot olishlaringiz mumkin. Bizlarni ko'rib turgan odamlar ITga qiziqinglar, chunki hozir IT zamoni. Rivojlanish statistikasi ozgina aytib o'ting, meni yaqinroq keling, kichkina 2 minut, 1 minut. Ish ko'p turibdi. 2017'de shunday показательdan, hozir 2024 yil oxirida shunday показатель bo'lgan. 2030da borib plan bu. Plan, reja. Xudo xolasa ishini bu. Rivojlanish 2030 strategiyasida, xudo xolasa. Do'stlar, nechun ko'p pavilyonlar yanında odamlar yo'q deb hayron bo'lmaysizlar, chunki sal kechikib keldik va soat 3 bo'lgandan ko'rsatib qo'ying. Forumga sal kechikib keldik o'zlarimiz. Lekin shundan geç bo'lsam, baribir xalqqa ko'rsatali niyatda keldik. Welcome to Xorazm. We're from Pakistan. I am Uzbekistan. Beautiful. Nasreni. Zo'rmi? Kayfiyat yaxshimi? Tushuntirib bering. Tushunadi, o'zbekcha tushunadi. Tushunasizmi? Ozgina tushunasiz. Taassurotlar qanday? Xorazm haqida, O'zbekiston haqida, Xiva haqida, yangi barpo qilingan Arda Xiva majmuasi haqida kayfiyatni taassurotlar qalay? Xorazm zo'r. Yangi Xiva to'ja zo'r. Echankala zo'r. Hammasi zo'r. Xorazmcha zo'r. Demak, bizda hammasi zo'r. Da, hammasi zo'r. Chilavek zo'r. Odamlar, joy zo'r. Hammasi zo'r. Xon taomlari festivalidan qatnashdingizmi? Ovqatlarni ko'rdingizmi? Да. Я люблю лагман, палау, самса. Yumurta barak yemedingizmi? Tuxum barak. Я нет люблю тухum. Потом тухum berib тоже. Tuxum yoqmaydi ekansizlar degan. Demak, sizdan ishlaringiz omad. Yana bir borasida Xorazmda Xivada ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ishlaringiz omad. I love you Uzbekistan. We love Uzbekistan too. Thank you. Qanaqa siz savol yozib beraman, javob topib bilasiz. Nechanchi klassiz? 5-chi klass, ha? Ana, necha bazamizmi? Hey! Ne olsun sen? Kanı geçip ben kan? Ne? Aha, 42 oladı. Peki, 4 yadda. Bundan 4 yadda koyamız. Aha. Kim? 53, kim? 5 Ne yadda. var? 53 nereden çıktı? Başlayayım bu 7 49 buladı. 4 yadda. Kim? 5 yadda buladı. 5, 7, 35, 40 buladı. Ha? Şunda bu 576'ga 7'ni köpeytirsek 40.032 olamaydı. Toş değil mi?
Doğru. Bilasizmi shu gapni? Doğru eshitdimi? Doğru eshitdimi? Doğru eshitdi o'xshaydi. Rahmat singlim, malades. Zo'r o'qing, yaxshimi? Kami hakim bo'ling. Yaxshi. Do'stlar, ko'rgazmamiz davom qiladi. Demak, respublikaning 4 joyida kola zavod bor, kola ishlab chiqariladigan zavod. Lekin iminna o'zimni hayotiy tajribamdan gap chiqqan holda men Toshkentning jo'ralarim Xorazmdan kola ikki deb aytadilar. Bu yerning gazi boshqacha. Mana eng yaqadani shishali kola. Shishali kolamiz bormi? Mana viloyatimizda ishlab chiqarilib turgan mahsulotlar, mana gel mahsulotlar ekan bular. Xorazm Chistoliq savdo mas'uliyati cheklangan jamiyat. Urganch tekstilniy karpet mas'uliyati cheklangan jamiyat. Ina. G'alisi yettiradi qarab. Toza o'yiningizga yettiradi bellar egasang. U tekstda ishlab chiqarilib turgan gilamlar. O'zlarimiz Xorazmda, Urganchda. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Bugungi ko'rgazmamizda Tilladamar xususiy korxonasining mahsulotlar ishlab chiqarib turgan mahsulotlarning nechadan ortiq mahsulotlarimiz bor. Mahsulotlarimiz zavodda o'sha ishlab chiqarib turamiz 40 xildan ortiq mahsulot. Tilladamar xususiy korxonasida do'stlar 40 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqarib turibdi ekanlar. Bu yerdan necha xilisi hozir? 30 xildan. Kefir, qatiq, yog'li, yog'siz, ayron, sir, sirdan dulli-dullisi bor, har xilasi. Eng avval sotuvda salovat ayronlardan birisi. Ichib ko'rganman. Bu gazsiz axir, Gazdan uchun gazli chiqarmisiz? Yangi zavodimiz ishlatsa, u yerning o'zidan ayronni yana bir 2-3 tur qo'shiladi. U yerda shu gaz ham bo'ladi. Where from desa nima deysiz? O'zbekiston. Yaxshi. Bugun sizlarga yana bir ishtiyoq bilan ko'rsatsak mahsulotimiz, ya'ni bizani siz hozir Rise Group YouTube, Instagram, internet tarmoqlari orqali kuzatib turibsiz. Bizani Rise Groupni ko'plab yangiliklar, kompaniyamizda o'tgan yangiliklarni shu kanaldan, qolaversa viloyatimizdagi zo'r yangiliklarni, tadbirlarni shu kanaldan ko'rishingiz mumkin. Shuning tadbirlari qiziqadanlar, shuning yangiliklari qiziqadanlar bizlarga like, podpiska bosib qo'ysangizlar, issi xabardor bo'lib turasizlar. Demak, Rise Group MCC mas'uliyati cheklangan jamiyat bizani Rise Group kompaniyamizda hozirgi kunda ishlab chiqarib turgan eshiklarni. Do'stlar, bir narsani aytib qo'yacakman. Hammamiz sizga sir emaski, Rise Group internet tarmoqlari orqali, Instagram, YouTube orqali hozir bizning shu videomizni ko'rib turibsiz. Rise Group kompaniyamiz tomonidan yaratilgan kanalda ko'rib boratirsiz. Bir narsani aytib qo'yacakman. Kanalimizga like, podpiska bosib qo'ysangizlar, viloyatimizda o'tirgan katta tadbirlardan issiq xabardor bo'lib turasizlar. Demak, Rise Group MCC mas'uliyati cheklangan jamiyat bizning kompaniyamiz tomonidan tayyorlanib turgan mahsulotlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Keling. Tanlov imkoniyati cheksiz dedi-ku. Hali bu xamir uchundan patir bir 4-5 dona razmerdagi eshiklarni hozir ber akka ko'p-ko'pmiz. Qolaversa eshiklardan tashqari Rise Group kompaniyamizda qo'shni davlatlara, Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlarına eksport gipsakardonlarimiz, eshiklarimizni eksport qilib turibmiz. Bizning gipsakardon Rise Group, Rise gipsakardonlari desa respublikada ko'plab tadbirkorlar, qolaversa ko'plab stroy material, ya'ni qurilish tovarlarini sotadigan odamlar biladi. Rise Group desa, Google'a girib internetlardan Rise Group deb yozsangizlar, Rise to Future, Rise deb yozsangizlar, ko'plab ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz ham shunday yangiliklarimiz bor. Masalan, siz xonadoningizni remont qilyapsiz.
eshikchilar yana borib ko'rdingiz, ko'ngilga qadar eshikdi. Lekin bir zo'r tarafini aytacakman. Zo'r tarafi bizdan eshik xarid qilajak bo'lsangiz, eshigingizni rasmini aytsangiz, ya'ni ishning eshik kerak menga, ishning svetda, ishning modelda eshik kerak desangiz, biz sizga aytgan svetingizda, aytgan modelingizda eshik tayyorlab berish imkoniyati bor kompaniyamizda. Xohlagan razmerda. Aytdim-ku, tanlov imkoniyati cheksiz. To'g'ri aytdimmi? 21, 22, 23 sentyabrda bo'lib turgan, Ardaxivada bo'lib turgan yarmarka davom qiladi. Shuni yarmarkalarga qiziqadiganlar bo'lsa, yangiliklarga qiziqadiganlar bo'lsa, bizning kanalimizga podpiska bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Demak, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda. Keyingi video roliklar orqali, keyingi kontentlar orqali sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling deymiz. Ko'rganda, ko'rishguncha.